Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh, aziz birodarlar va opa-singillar. Bugun biz juda ko'pchilikni qiziqtiradigan va ba'zan hayratda qoldiradigan bir mavzu, tushda og'ziga sehr qilinganini ko'rish haqida gaplashamiz. Ko'plab insonlar tushlarda turli voqealarni, ba'zan esa o'zlarini zaif yoki himoyasiz his qilish holatlarini ko'rishadi. Shu jumladan sehr yoki yomon ta'sir ko'rsatilgani kabi tushlar insonni qo'rqitadi va vahimaga soladi. Shu bois bu tushlarni to'g'ri tushunish juda muhimdir. Islomiy manbalarda tushlar 3 turga bo'linadi. Birinchisi rahmoniy tushlar bo'lib, Alloh taolo tomonidan berilgan ogohlantirish yoki xushxabar sifatida keladi. Ikkinchisi shaytoniy tushlar bo'lib, ular insonni qo'rqitish, xafagarchilik va shubha solish maqsadida tush orqali ta'sir qiladi. Uchinchisi esa nafsiy tushlar, ya'ni insonning o'z ichki holati, qo'rquv, stress va kun davomida o'ylagan narsalarning aksidir. Shu nuqtai nazardan tushning o'zi hali voqelikni anglatmaydi, balki inson ruhiy holatining bir aksidir. Mashhur islom olimlari Ibn Sirin va Imom an-Navaviy tushlarni izohlaganlar va har bir tushni ehtiyotkorlik bilan talqin qilish kerakligini ta'kidlaganlar. Ularning fikricha, har qanday qo'rqinchli yoki bezovta qiluvchi tushni darhol haqiqat deb qabul qilish noto'g'ri, chunki shayton insonni vasvasaga solish uchun tush orqali turli usullarni qo'llashi mumkin. Tushda sehr qilinganini ko'rish ko'pincha insonning ichki qo'rquvi, ishonchsizligi yoki hayotidagi bosimlar bilan bog'liq. Masalan, ba'zi odamlar atrofdagilardan shubhalansa, o'zini himoyasiz his qilsa, bu holat tushda sehr sifatida namoyon bo'lishi mumkin. Bunday tushlar insonni ruhiy jihatdan sinovga soladi va qo'rqitadi. Shu sababli ularni hissiy reaksiya bilan qabul qilish noto'g'ri bo'ladi. Ulamolar bu holatda quyidagilarni tavsiya qiladilar. Agar tush sizni bezovta qilsa, avvalo tahorat qilib 2 rakat namoz o'qing, Allohdan panoh so'rang va bu tushni boshqa odamlar bilan baham ko'rmang. Bu ruhiy himoya va qalbni mustahkamlashning eng oddiy va samarali yo'llaridan biridir. Shuningdek, Qur'ondagi Oyatul Kursi, Falaq va Nos suralarini o'qish tavsiya qilinadi, chunki ular shayton va yomon ta'sirlardan himoya qiladi. Sehrning mavjudligi islomda inkor qilinmaydi, lekin har bir tushni sehr bilan bog'lash ham to'g'ri emas. Ibn Taymiya ta'kidlaganidek, mo'min inson avvalo o'z aqidasini mustahkamlashi, Qur'on tilovati va zikr bilan o'zini himoya qilish kerak. Ruhiy mustahkamlik va Allohga suyanish insonni tushdagi vasvasalardan himoya qiladi. Eng muhimi, tushni vahima va tashvish bilan qabul qilmaslikdir. Tush bu hukm emas, balki alomat yoki ichki ruhiy holatning aksidir. Agar inson hayotida jiddiy muammolar, doimiy qo'rquv yoki shubhali holatlar mavjud bo'lsa, diniy bilimli ulamoga murojaat qilish yoki ruhiy holatini tahlil qilish tavsiya etiladi. Bu nafaqat ruhiy tinchlik, balki islomiy yo'riqnomaga muvofiq himoya chorasi hisoblanadi. Alloh taolo barchamizni shaytonning vasvasasidan, yomon ta'sir va sehrdan asrasin. Agar tush sizni bezovta qilsa, Allohga suyaning, zikr va ibodatni ko'paytiring, qalbingizni mustahkam qiling va ruhiy tinchlikni saqlang. Shu bilan birga, tushlar hayotimizga xabardorlik beradi, lekin ularni haqiqat sifatida qabul qilish shart emas.